Xo'p, quyosh panellari haqida ma'lumot berdik. Invertorlari qanaqa tartibda ishlash haqida ma'lumot berdik. Endi quyosh panellarini nimalardan yig'sak bo'ladi, qanaqa holatda yig'sak bo'ladi, nimaga qotirsak bo'ladi deydigan bo'lsak, qora metallimiz bor hamda otsinkovka metallarimiz bor. Qora metalimizga 4x2 hajmdagi hamda 4x4 hajmdagi nisbatda o'sha yig'gincha svarkalab qotirib, kraskalab topshiramiz. Muddati, ishlash muddati sal kamroq bo'ladi, chirishga moyilligi bor qora metalli bilasizlar. Bundan tashqari, men misol menga uzoq muddat quyosh paneliga o'xshab xizmat qilsin, yana uni yechib, qanchadir muddatdan keyin yechib yoki almashtirishga vaqtim yo'q yoki birato'la yaxshiroq metal yo'qmi deydigan bo'lsalar, o'sha ruhlangan otsinkovka metalimiz bilan ham qo'yib berishimiz mumkin. Faqat narxida farq bo'ladi, lekin qora metalga nisbatan yaxshiroq xizmat qiladi, zanglamas, o'sha 20 yil garantiya berilgan. Bunga eng asosiysi qora metalga o'xshab svarka ishlari ketkazilmaydi. Hammasi 0 dan 100 gacha bolt gaykalar bilan o'zini zanglamas bolt gaykalarida yig'ib quyosh panelingizni o'rnatib ishlatib berib ketamiz.